Ha, men. Yomon yo'lga kirgan bachalar tarbiyali ekanlar. Ha, to'g'ri. Shunga men ham bacham olib kelgandim, tarbiyalab berasizlar deb. Yo, men hozir unaqa ishlar qilmayman, uzr, men. Mana 10 ming. Bachani tarbiyalaganingizdan keyin yana 10 ming bor. Hamsa, tez uya uchun. Hamsa doktor emas-ku bu, kim bu? Dadasi tashlab ketdi. Yangi proyekt. Nima qilish kerak? Tarbiyalash kerak. Ya, men birov bachasini ura olmayman, u sizni bachangizni uraydi. Men urmayman men buni. Nima yetishmayapti senga? Odamlarning menga qilayotgan muomalasi juda ham yomon. Men Yevropaga yashamoqchiman. Hamsa ikki ko'zimni o'rtasiga uringiz. Hamsa o'zgarmaydi-ku bu shuncha ursaga. Bilmayman onasini emsan, zokir g'ayraverandi. Sen u beqiliq qiliqlaring bor-ku, shuni urib to'g'rilayandik. Shu qiyringa urgandik. Ha, men ham tepandim, qiyringa tep o'tdim. Siz ana berma uranti, siz aylanib berma tepanti. Shunda yaxshi bilasiz. So'ling. Qotiring hamsa yana joyda. Ana. Ana beriga urgan ekaningiz, ana beriga urish kerak. Hamsa, endi men tutaman, siz uring. Qanday hamsa? Bacham tayyormi? Ha, tayyor. Assalomu alaykum. Anda ishlab o'libdimi? Batar bo'lganki bu. Olib kelgan sariq sochingizdan yaxshi-ku. O'zi biza programmani ozgina o'tkazib yuboribmiz. Windows 11 urmoqchi edik, 13 bo'lib qolgan. Ha, qarong'ida urdim-da. Ha, qarong'ida urdi. Kelasi oy kelsangiz, sibroz qilib to'g'rilab beramiz. Masalan, saqlab beraman. Tamam.